Bismillahirrohmanirrohim. Antkeni bul nerse adabga taqir to'g'ri kelmaydi. An Abi Sa'id radhiyallohu anhu qala naha Nabiy sallallohu alayhi vasallam an ihtinasil asqiya rawa hadhihi thalatha al-arba'a. Abu Sa'id radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam meshterdin og'zidan ichuvdan qaytardi. Ushul 3 hadisni Buxoriy, Muslim, Abu Davud jana Termiziy rivoyat qilishgan. Ichimlik ichmoqchi bo'lgan odam ichimlik saqlala turgan idishdan stakanga, piyolaga quyib olib, keyin ichishi zarur. Har kimning jalb idishga og'zin qo'yib ichaveru tabiatga da, adabga da, meditsinalik ko'rsatmalarga da to'g'ri kelmaydi. Idishning uchgan yeridan da ichilmaydi. Antkeni al yerga kir yeyilgan bo'ladi. Ichimlikni ichib bo'lgandan so'ng Allohga maqtov aytiladi. O'shanda insonlarga shirin, toza, sho'r bo'lgan, tunuq jana chanqovni bosa turgan suvni jaratib qo'ygan Allohga maqtov aytgan bo'ladi. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا واحدا كشرب البعير ولكن اشربوا مثنى وثلاث وسموا إذا أنتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم. رواه الترمذي. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam to'nin ichishine o'xshab bir ichishda ichmagila, 2 joli 3 joli ichgila. Qachon ichsanglar tasmiya, bismillah aytqila, qachon ichib bo'lsanglar maqtov aytqila dedi. Termiziy rivoyat qilgan. Ichimlikni ichib bo'lgan odam boshqa kishiga bermoqchi bo'lsa, o'ng tarafidagi odamga uzatadi. An Anas radhiyallohu anhu anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam utiya bilabanin qad shiba bima'in wa an yaminihi a'rabiyyun wa an shimalihi Abu Bakr فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن الأيمن. رواه الأربعة. Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga suv aralashgan sut keltirildi. Al zotning o'ng tarafida bir arabiy, cho'ldik arab, so'l tarafida Abu Bakr bor edi. O'shanda al zot o'zi ichib, keyin arabiyga berdi. Jana o'ng tarafdan dedi. Buxoriy, Muslim, Abu Davud jana Termiziy rivoyat qilgan. Oltin jana kumush idishlarda tamoq jeb ichimlik ichib bo'lmaydi. An Huzayfa radhiyallohu anhu an Nabiy sallallohu alayhi vasallam qala la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la talbasu al-harira wad-dibaja fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ravahu al-khamsatu. Huzayfa radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oltin jana kumush idishlarda ichmagila, jibek jana debajni kiymagila. Antkeni o'shalar bu dunyoda alar uchun, oxiratda sizlar uchun dedi. Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Termiziy jana Nasa'iy rivoyat qilishgan. Oltin bilan kumush idishlarda tamoq yeyish, ichimlik ichmay jittu nersa chachu erkak jana ayollar uchun harom. O'shunday ele oltin jana kumush qoshiqda tamoq yeyish, o'shunday stakanda ichimlik ichuv, oltin kuzgu, qalem, siya, chelak siyohlarni ishlatuvda mumkin emas. Oltin je kumush idishga solingan tamoqni chini idishga solib yesa bo'ladi. Shariatimizda oltin jana kumush idish sifatida jana o'shunday ele boshqa turmush asboblari sifatida ishlatuvning harom qilinganini bir qancha donishmandlarga loyiq bo'lgan ulamolar jekacha bosa belgilashadi. Birinchisi, oltin jana kumush tarixda da, hozirgi kunda da aqcha birdagi, keda muomaladagi, keda qaznadagi mamlakatlik mulki sifatida ishlatilib kelgani ko'pchilikka ma'lum. Agar oltin bilan kumushni idish va o'shunga o'xshash narsalarga ishlatuv yo'lga qo'yila turgan bo'lsa, ushul jihatga to'g'riroq aytganda qazna boyligi
жаатына зыян жетиши турган кеп. Экинчи, алтын жана күмүштөн идиш-аяк, тарак, кашык жана ушуга окшош нерселерди колдонууга уруксат берилсе, байлар арасында менменсинүү, текебирлик, бардык нерсени алтындан кылууга аракет күчөп кетип, коомчулукта ыңгайсыз абал пайда болот. Дүйнөдү титиреткен көптөгөн империялардын кулашына да ушуга окшош абалдар себеп болгону жалпыга маалым. Үчүнчү, алтын менен күмүштөн түрдүү аспаптар тутууга уруксат болсо, байлар бул багытта өз ара ким өзөргө мелдеш кылган бир заманда кембагалдардын көңүлү сынып, кайгылуу абалда болушу мүмкүн. Ислам болсо бул абалга такыр жол койбойт. Ичимдик куюп берген кишинин өзү акырында ичет. Ан Аби Катада радийаллаху анху ани наби саллаллаху алейхи вассалам кала: саки ал-кауми ахирухум шурба. Раваху Абу Дауд ва Тирмизи ва саххахаху.